Agar siz ham qiynalib uyingizni sotolmay yurgan bo'lsangiz, uy bozorga tushasiz, ishingiz bitmayapti, banner ilib qo'ygansiz, hech qanaqasiga uyingizni sotolmayapsizmi? Unaqada sotildi uy kanalini jamoasiga, ya'ni bizga murojaat qilasizlar. Biz uyingizga borib, professional video obzor qilib, uyingizni ketadigan realniy narxini belgilab, qisqa muddatda obzor qilib sotib beramiz, okalar. O'zimizning realtorskiy xizmatimiz bor, bilmaganlar uchun ma'lumot, xolisinglar reklamaga gaplashamiz, xolisinglar realtorskiy uslugamizdan foydalanishingiz mumkin. Biz boshqa bir maklerlarga o'xshab ustiga o'zimizning xizmatimizni qo'ymaymiz, sotilgan summadan o'zimizning xizmatimizni olamiz. Boshdan aytaman, arzon emas xizmatimiz, lekin shunga yarasha biz maksimal uporni berib xizmat ko'rsatib beramiz, okalar. So'z isboti bilan degandek, bugun mana 19-sentyabr, 1-sentyabrdan 19-sentyabrgacha sotilgan uylarni qisqacha ko'rsatib ketaman. Qaranglar. 5-sentyabrda sotilgan Shayxontohur tumani Jararitdan sotilgan 112 kvadrat metr. Sentyabr oyida 07.09.2025-yil Shayxontohur Ko'kchi 3.9 sotuv sotilgan. Sentyabrda 09.09.25-yil Ona bola to'g'ri 08 sotuv sotilgan. Sentyabr Sergeli 96 kvadrat metr 11-sentyabrda sotilgan. Xo'p, umumiy hisobda 6 ta uy sotilgan va hozir protsess yana bir 3 ta uy yana protsessda ketyapti, ya'ni oluvchilar bor. Shunaqasizlar ham uylarni tez sotmoqchi bo'lsanglar, tez murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqam qoldiraman. Faqatgina iltimos qilaman, Toshkent shahar va Toshkent tumanlar aro xizmat ko'rsatamiz. Boshqa viloyatlarga borib o'tirmaymiz. Boshqa viloyatlarga telefon qilib o'tirmaylar. Sog' bo'linglar.